Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Kia Carnival mashinasi kelib qoldi akalar. 2006-yil 320 ming kilometr masofani bosib o'tgan akalar. Ham propan, ham temir gaz ballonli ustanovka qilingan. Ballon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon qismini o'qilib ko'rib chiqsam, salonlar ham yaxshi holatda turibdi. Test monitor, 320 ming probeg, avtomat korobka, hop, luklar ishlab turibdi. Salon ichilari ham yaxshi holatda turibdi. O'zing uchun bitta yaxshi chexol kiygizib olsani, mashina ichi ham zo'r holatda keladi. Aytayotganimdek, temir ham propan ustanovka qilingan, ikkitasiga ham yuradi akalar. Kraskasiga keladigan bo'lsa akalar, bir 30% cha yuzak kraskasi bor ekan, o'zing uchun bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olasizlar. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi. Xo'p, motor korobka ходовой keladigan bo'lsa, motorida akalar avtoldan avtolgacha 1,5 litr bilan 1 litrgacha avtol rasxod qilar ekan. Lekin tutamas ekan akalar, o'zing uchun buni ham bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olasizlar. Asosiysi narxi shikolat bo'ldi. $5350 baholandi.